Obunachilar, sizlarga zo'r narsa keldi. Mashinasini yaxshi ko'radiganlar uchun mana bunaqa pilososimiz keldi. Ishlashini hozir bitta ko'rsatib beraman. Juda ham ko'p narsalar bor. Kelib tur. Ko'rasizlar, o'zini filtri ham bor. Undan tashqari o'zini ichidan ancha-muncha nasabkalar ham chiqadi. Bu ham pilosos, ham nasos bo'ladi. Hozir ishlashlarini bitta ko'rsatib beramiz. Bitta zo'r funksiyasi, mashinani yuvgandan bilasizlar, mashinada suv oqaveradi, asabiylarga tegib. Orqasi nasos shunday yo'qotadi. Mashina havolani bemalol haydab tashlaysizlar. Ko'rokkanlik tangani ham o'chirib tashlab, mashina joylarini bemalol havosini chiqarib olganidan keyin suvlarni tushirib olganidan keyin bitta artorasida cho'tki bo'ladi. Pilososimizni birinchi nasabkasi juda ko'pchilikga kerak bo'ladi. Mashinasini yuvganlar biladi, mashina joyiga pilosos kirmaydi. Mashina nasabkani qo'yib turib, bemalol mashina joyida pilosos qilasizlar. Undan tashqari mana bu joydagi lattani kirmasligini bilasizlar, mashina joyiga ham bemalol tutib turib pilosos qilsanglar bo'ladi. Keyingi nasabkasini shunday mashina uchiga ulaysizlar. Kim uyida divani, sidenani yoki boshqa joyi mayda shu joylarni qilmoqchi bo'lsa, mashina nasabkani qo'yib turib pilosos qilsanglar bo'ladi. Mana hozir ko'rsatadi. Zaryadkalari ham ko'rayotganingizdek drellarga o'xshagan baquvvat bo'ladi. Nasabkalari ham juda ham ko'p. Bundan tashqari buni aytib o'tganimizdek, boshqa funksiyasi ham bor. Boshqa funksiyasi orqasiga qo'yganingizdan keyin bu ko'rayotganingizdek nasos bo'ladi. Chiqarib berishini sizlarga endi hozir ko'rsatish uchun mana o'zimni sochimga qilib qo'yaman. Havoni ham dahshat chiqarib beradi. Nimanidir ballonni, basseynni ishtirmoqchi bo'lsangiz, shundan foydalansanglar bo'ladi. Buyurtma beraverasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.